Ben kim, o kim? Ne buldunuz? Ne oldu? Onun kimligini bilmemesiz Nazgül? Mehmetcan çakçakıma ben İtot'un namını ilan kılıvattım ha. Ha? İtot. O kim? Ben kim? Kani birlikte hazırlanaylı, merhamet. Hey, boldiqlar mana. Asta, nima ish qilyapti? Mangida, boldiqlar mana. Adash, bog' da'atma mana, bo'ldi. Birli juma, adash, qapa qilib birini sog'im kelyapti juma mana rasmiy juma. Bir bundim buloq og'zini jumlaq chiqartadigan mana ekan. Ko'rdingmi adash mana? Ko'rdingmi? Voy, ko'rdim adash. Salom qilgani ko'rdingmi mana? Voy, bir chiroyli salom qildi-ku, buning naryama. Sen ko'rmabsan adash sen, ha? Salomini ko'rmabsan aning. Assalomu alaykum. Xizmat qildingmi? Deb ketib ava. Voy, salom deganlar shunday qilmay qanday qildi? Adash, pul topmasa, assalomu alaykum. Deytib ishga tortib turibman, assalomu alaykum deb, assalomu alaykum o'xshamda adash. Sen nimalarni o'ylab ketding adash? Ikkisi o'xshash bir gap qo'y, 28-16 adash. Qanday o'xshaydi? Ha, qanday o'xshaydi? Biz bilmaydigan odamdan bola baqsimi shu, ha? Bir parchadan yeb qolgan bir qalanda turg'otinning bolasi deb ishga tortib ketgan qaramaniki. Nemasiga foychilik qilib deyman adash? Astag'firullah. Nimalarni deydigansan adash? Hamma ish vaqo tirishchanlikdan keladi. U ana ashunda tirishqashqa, qara, 7 qavatlik binodan birini soldi. Ma nurg'ulaga ishsiz qolganlarni ishga o'rinlashtirdi. Bu yaxshi ish emasmi adash? 7 qavatlik binodan birini soldi? Ha? 4 kunlik ish, 4 kunlik. Cho'jini kuz sanaymiz adash. Shunday yo'liq to'g'ri gap qilib chiqavasiga 7 qavatlik binosi to'yitdi. Nima vaqo adash? Uningdan bir 10 qavatlik bino soldigan allaqachon hamma tayyorligini tutib qo'ydim shuma? Ha. Lekin shu pul yo'q. Hey, 3-5 og'zing uchish deb tursan adash. Hech kim bizga pul bermaydi. Shu pul tepishning amalini qilishimiz, ajr qilib turishimiz kerakda. Ha? Qara, aqlli ishiltib, jabbo tarqashqa bisharning beshida chechimi qolmadi adash. Ma gapni. Ash kalli ishlatgachga tushib ketgan chashmashdan beshitga? Ha? Kalli ishlatgachga aning chechib tutdimi? Adash, ishlamaydigan boshda xijillab chashma tutmaydi. Nimalarni deydigansan adash? Nimalarni deydigansan? Yo'q, o'tganda adash bir so'ringa birga berib qoldik, ana ola deyman. Ha. Ma chet eldan bir og'inimiz kelibdi-ki, uningmi mening yaqin og'inimiz. Ikkimiz birlashib mehmon qildik. Mehmon qilsak, o'sha ko'z-ko'z qilib, yo'g'onchilik qilib, jo'zing deb deganga saydigan dövlatda adash ava. Dövlatda? Ha. Sen-chi, sen buritmadingmi? Men buritdim. Xongani g'altiga ketib bir taqsa. Dapiyanjidan bir taqsa. Anda jallibiyo bilan kikirkalar kirib qolib o'tdim shu. Anodikinchi. Ondan keyin qarsam davo ko'zim qarab qo'yib, yana 4-5 qil seni burtibdi. Ha. Asqarjo deydi. Davchamma. Deb kelib o'tadi. O'tasam, deb kelib yana 4-5 qil seni burtibdi. Asqarjo deydi. Ha. Davchamma. Deb kelib o'tadim shu. Bo'lsa bu 4-5 xil seni burtib qo'yapti. Asqarjon degan demisi? Sen uni davchamma degan nima deydi? Adash aning zaharda kepi ava, zahardak Asqarjo degini. Sen chiqmadingmi? Asqarjo degini. Adash, ma ikkimiz mehmonni tang chaqirdik. Mali mehmon qilib seni burtib o'tamdim degini. Ha. Mening davchamma degini yan chiqib sal boshroqda adash degini ma ava. Keyin kim qanday bo'ldi? Keyin qanday bo'ldi? Endi sen bilanmi uzun bo'pti adash ko'rishmidik. Endi ma og'inimizmi chet eldan kelibdi deb qara. Ha. Obdaroq o'tirildi deb putav joyga kirsam. Erler dapışçılı, ayollar ravab deb. Bizga dapılar ravab deb sürüp, hemmimiz uçluk zilbeti deyman. Öz işimigen diken avadaş. Mağılız olam deyim araqna. Boptuğu, bir çıraylı hürmetini qıptığı. Aş hürmet ma? Aş hürmet ma? O hürmet emez, düşmanlık köz-köz kıgallık adaş. Yolmananma, yerip qalğan, xotalanma, kerip qalğan bir nimeti avı. İşki törttal pul deyip, adaş, çıraylı xotundan birini ilab aldı emas ma avı deyman. O çıraylı xotun alamda, sert xotun alamda. Sena nemi çattıqan adaş, haqın işi, sena nemi çattıqan? Nemi çattıqan bolmaydı adaş, pulni mu şu tapsa bizden məldə. Xotunun çıraylıqım şu az, biz nemi iş qılımız? Vada bir urinib baxmamsa, bir ishning peshin tutib, pul tepishning amalini qilmamsa. Adaş, nimenden düşermez, kanda amanlık kılım. Man bir yoğo, lodan bolğandan keyin kichkimizin tatili çoğ oldu. Bir məllik deb, ya bir yoğo, şirketden bir kichik bir xizmet bermisa. Et degan qaqishib pullab shugicha başlamışında raketni desang bo'lmam dadash. Man qara, ummuchi seni kelib bizning shirkat ishlasin dedi.
Biroq biz bergan xizmatni yaratadimi, yaratmasmi deb o'ylab qolibdi adash. Men bu oshning shirkatida ishlayapman. Men ash kasini ishlasin dedim ashi va. Ha? Bo'libdi, nima ish qildi ekanman? Nima ishlaydi ekanman? Golofangda ishlaysa. Nada? Golofangda. Ha? Men golofon ishlatsam, men o'zim ish qildim. O degan Dongsijang. Nima? Dongsijang. Donsu jang? Donsu degan muzlab o'l degan gap qilib. Ajab odam bilan buzib qishdan chiqamag'dekda laqva. Yo, bunda og'zingni shitma. Bunda og'zingni shitma bo'lmaydi. O degan bag'o bosh lider Dongsijang. Sencho. Mana shu shirkatning tarmog'idagi bir zavodni Changjang. Vah, ma gapni. Birsinglar Donsu jang, birsinglar Changjang. Men golofanga fangjang. Demişsin sen şu golofanga mas'ul olsa? Nima? Aş golofanga mas'ul olsa? Menma? Ha? Men mas'ullamdan? Ha? Golofanga qilib boshqaramdan? Ha? Yo'qnimiz o'zim qilamdan? O'zing qilsa? Bo'libdi. Andayri bo'lsa, mayli adash chidab oylig'imga 1000 qo'ydim pul uralamdiki. Eylig'o, men qo'y debsa adash. 2500 qo'ydim berdigan bo'ldi. Necha pul? 2500 qo'y. 2005? Ha? 2500. 2500 mi taqa? Ha? Ma ko'rdingmi? Ras ko'z qilamdi ekan. Ashi pulim bor deb ko'z qilmasam, menga 2500 ko'ram da adash bu. Sen nimalarni o'ylab ketding adash? Sening va qobiliyati va boshqarish iqtidori va deb ma xizmatni sen beryapti. Bo'libdi, ishlasammi, ishlay undan men ani oldiga bormayman adash. O'z oldimga kelib dusun. Oldin kelib? Ha? Sen uni oldiga borsang nima bo'pti? O sening oldin kelsin nima bo'pti? O'xshash bir gap adash. Qanday o'xshaydi? Ha? Qanday o'xshaydi adash? Ikkisi o'xshamaydi. Ya men to'nimaydigan odamman, balosi olsa-ki adash, ishtim tizlashmaydigan bir Turg'utimning bolasi adash, bizning ota-onamiz tigini bilamisiz sen tigin ota-onamizdan? Ha, degina. Mening ota-onam bor adash. Ayni vaqtda Chiparqutdek yo'l topgan. Shirmannondek yuz topgan. Shamishada ot ko'tarib, janonchinda osh ko'tarib shu odamdan bola baqishmaydi adash biz. Ana ularni tanglashsak. Adash. Bu qachongi jamda sen kim, men kim deb yuramiz? Ha? 10 ko'y pul topsak, 9 ko'y pulvarni yaratmasak, 11 ko'y pulvari bizni yaratmasa, sen kim, men kim deb bir-birimizga po'chilik qilishgicha, bir-birimizni qo'llab, yaqinda yordamda bo'lib o'tsak yaxshi emasmi? Bir odam azroqli natija qozonsa, uning keyindan gap topsak, qusur topsak, bizga nima foydasi? Ha? Qo'limizdan po'q kelmaydi. Haqni yaratmaymiz, qusur topamiz. Og'zimizda sha'ilib, quruq gap bilan pilni tavratgandan amaliy ish qilib, qilni tavratganimiz a'lo. Menimcha bunda nachar illatni yiltizdan qurtib tutishimiz kerak. Sizlarga jiminasini qurtib tutgan chulfing jidakli bola. Bo'ldi, chaqchiqingni qo'y. Yana texi ba'zilar o'zining bilimining boshqalardan ustunligini bildirman deb og'ziga kelganni jo'ylab, boshqalarning yaratgan natijasini yo'q chiqarib o'tishni, hatto ularni to'ralma holatida tunjuqtirib o'tishni o'ylamdi ekan tang. Agar karomating bo'lsa, senmi ashula qilgan amaliy ishdan birini qilib beqib, talanting urg'ib teshib ketib, qiladiganga ish topolmay, bekli bekor qolganda, aning kayindan haqning kayindan gap topmamsa, qusur topmamsa, har qanday bir odam yangidan ish boshlaganda tanqidga, qusur tepishga emas, balki qo'llashga, rag'batlantirishga muhtoj. Buni bilasizmi? Yaxshi adash, biz uni qo'llab qo'yaylik. Qanday? Qo'llab qo'yamdoq. Qo'llab qo'yaylik. Bo'ladi adash, diginingmi to'g'ri qo'llasag'im be qo'llayli be qo'shlab qolsa tutqotining bolasi deb ishlab qo'ya bilib shirkitida. Juramda bo'lsa. Qo'llab qo'yaylik emas. Qo'llaylik. Qo'llashimiz kerak demamsa. Qo'llashimiz kerak. Jura. To'xta. Ayak berib adash. Ya'ni sen kim, men kim deb ko'n xamanni so'rib, men mening yuzimni to'kadigan ishni qilmoqchi. Va xotirjam bo'lar, adash biramizchilik yuzini to'ksak to'kamiz, og'inning yuzini to'kmaymiz shuma biz. Mana? Jura. Rahmat. Abkerm aka. 6 yildan beri shu 30 mehribon onani yetaklab, o'qishsiz qolgan yetim yesir bolalarning beshini silab kelayotgan hamda bu qitim mamlakat bo'yicha 10 mashhur onaning biri bo'lib baholangan Rayhan opayni sahnamiz taklif qilib, bizning va ash bolalarga bo'lgan azroq ko'ngil so'g'imizni ifodalasak qanday? Bo'ladi. Bo'lamda. Undaqda Rayhan opay sahnamizga marhamat.
Qani qizg'in bir alqish yangrab detaylik. Mani sizga beray. Voy rahmat. Rahmat. Voyjo, ma saboqlashtirdim. Men atrafim ketdim. Mana ketinglar. Hammanglar men. Voy rahmat. Ketmanglar men turdim. Rahmat. Voy rahmat. Rahmat. Choy yo'qmi-da? Rahmat, rahmat. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men mushu kechilikka barliq bizga yordam qilayotgan mehribon onalar, mehribon dadalar nomidan Abdukerim boshliq barliq artistlarga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Har qanday qadam o'zi mushundaq yaxshi kunlarda cho'qim yetim yesir qiyinchiligi bor bolalarni unutib qolmaslik kerak. Mana shuning birsi bo'lgan, ulgusi bo'lgan Abdukerim bundan burunmi nurg'un qitim bu shundaq yetim yesir bolalarga yordam qo'lini sunib kelayotgan. Bugun alayda taklif qilib bizni o'tgan qitim qisida mehribon onalarning bir qismini, bu qitim yana mehribon onalarning bir qismini taklif bilan mushu o'zining kechiligiga qatnashtirdi. Biz buningdan intayin xushal bo'ldik. Bu bizning mangu ulgimiz. Biz endi qerib qoldik. Mushu Abdukerimdek, shuningdek past o'tdagan nurg'un yosh onalarning, yosh dadalarning bizning o'rnimizni besib, kelgusi izbasalarimiz uchun mangu bir kishilik hassini qo'shishni umid qilaman. Rahmat. Rahmat. Rahmat opay, rahmat. Menmo mana bu yerda hozirgidek xalqimizning nenni yeb, suyini ichib cho'ng'ildim. Anda olganda ekan, endi bizmi azroq ko'nglimizni izhor qilmasak bo'lmas. Chunki har qatim menga mushu o'tag'an tomoshabinlar mana shunday qizil guldastlarni, shundaqla har xil qimmatbaholik sovg'alarni taqdim qilyotdi. Men mushu munosabat bilan shu tomoshabinlarimizga rahmat aytaman. Ham bizning do'lon shirkatining shundaqla meningmi azroq ko'nglim bordi. Buni Rayan opayga bergan bo'lsa. Ko'pchilik qizg'in alqish yangrab detaylik. Rahmat Rayan opay, rahmat Abdukerim aka.